Xudo xohlasa mana shu avtomobil ham O'zbekistonda yig'iladi. Narxi 275 million so'm atrofida. Hozirgi paytda dollarga hisoblaysiz 22,5 ming nari berisi, yana kurs bo'yicha hisoblayverasizlar. Sababi bizning xalqimizga dollar deyotgan ko'pchilik bari qulayroq. Xo'p, mashina 1,5 litrli turbina dvigatel. Mana bitta baho berib qo'yasiz. O'zingiz bitta baho bering bo'ldi, boshqa narsa gap yo'q. Mashinani yaxshi tarafi hamma kerakli navolot bor. 360 bor. O'rindiqlarimiz istadi. Rulida ham abagrefi bor. Mana ko'rayotgan bo'lsa, mana rus tilida hech qanaqasiga qiynalib, Xitoy tilida emas, mana rus tilida maza qilib foydalanadigan avtomobil. Orqasini bitta ko'rsataman. Bismillahirrohmanirrohim. Qaranglar. Maza qilib o'tirib ketsangiz bo'ladi. Haydab ko'rishga bor, xudo xohlasa salonga kelsanglar bitta haydab ko'rasizlar. Shartnomalar berish boshlandi. Xudo xohlasa avtomobilni sizlarga qorasini, oqini qilib berish imkoniyatimiz bor. Naqdga, avtokreditga bemalol salonga kelib haydab ko'rib, yo'qsa shartnoma olishinglar mumkin. Xudo xohlasa yetkazib berish muddatimizni oktyabr oxirlarigacha egalariga tarqatishni boshlaymiz bu modelni. Kelib test drive ko'ringlar. Menimcha bu narxga stoyt.